Mahsulot sifatli bo'lishi aynan shu bosqichga bog'liq va bu bosqich ip ishlab chiqarish bosqichidir. Assalomu alaykum. Men Abdulla Alisulov, Fayzent kompaniyasi ip ishlab chiqarish bo'lim rahbariman va bugun sizlarni ip bo'limi bilan yaqindan tanishtiraman. Ip bo'limida paxta bir necha bosqichdan o'tib yuqori sifatli ipga aylanadi. Avval paxta tozalanadi, so'ng taraladi, tola bir yo'nalishda tekislanadi. Bu jarayon ipning mustahkam va bir xil chiqishini ta'minlaydi. Keyingi bosqichda esa yigiru zamonaviy uskunalar yordamida tolalar kerakli qalinlik va zichlikdagi ipga aylanadi. Ip ishlab chiqarishda biz Germaniyaning Ritter texnologiyasidan foydalanamiz va har bir mahsulot laboratoriya nazoratidan o'tadi. Bu esa keyingi bosqichlarda to'quv va bo'yash jarayonlarida muammo chiqmasligini kafolatlaydi. Fayzent kompaniyasi mana 10 yildirki tekstil ip ishlab chiqaradi. Yuzlab hamkorlarning fikridan kelib chiqib shuni ayta olamizki, bizning ipdan foydalanib mahsulotingizni sifat va barqarorligini ta'minlashingiz mumkin.